Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar. Bugun men pensionerlar uchun juda muhim. Hatto ayrim oilalar byudjetga bevosita ta'sir qiladigan masalani tushuntirib beraman. 25 iyuldan keyin pensiya oluvchilar orasida ayrimlar to'lov kechikishi, karta orqali pul olishda muammo. Bu ma'lumotlar mos kelmagani sababli pensiya vaqtincha to'xtab qolishi yoki ortiqcha to'langan pul qaytarib ushlab qolinishi kabi noxush holatlarga duch kelishi mumkin. Bu ma'lumot har bir pensionerga, pensionerning farzandlariga, nabiralariga, parvarish qilayotgan yaqinlarga tegishli. Chunki ko'p hollarda pensionerning o'zi emas, aynan farzandi hujjat bilan yuguradi, karta masalasini hal qiladi, telefoniga kelgan xabarga javob beradi. Shuning uchun hoziroq kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing va bu videoni pensioner yaqinlaringizga yuboring. Men hozir masalani oddiy tilda vahima qilmasdan, lekin juda aniq tushuntirib beraman. Kim xavotir olishi kerak? Kimga bu tegmaydi? Qaysi xatolar eng ko'p uchraydi va nima qilish kerak? Avval ko'p pensionerlar pensiyasini odatdagi tartibda olib kelardi. Kimdir bank kartasiga olardi. Kimdir naqd shaklda pochta yoki mas'ul tashkilot orqali olardi. Kimdir farzandining yordami bilan bankomatdan yechib olardi. Hujjatlarda kichik xatolik bo'lsa ham ayrim hollarda bu darhol sezilmasdi. Masalan, pasport yangilangan, lekin ma'lumotlar bankka yoki pensiya tizimiga vaqtida kiritilmagan bo'lishi mumkin. Yoki pensioner yashash manzilini o'zgartirgan, lekin ro'yxat bo'yicha eski manzilda qolgan. Yana bir holat. Karta muddati tugagan, lekin pensioner buni bilmaydi. Chunki karta plastikning old tomonda kichik raqam bilan yozilgan bo'ladi. Endi esa asosiy o'zgarish shundaki, 15 iyuldan keyingi davrda to'lovlar bo'yicha nazorat kuchayishi. Ma'lumotlar elektron bazalar orqali solishtirilishi, bank kartalari, shaxsni tasdiqlovchi hujjatlar, yashash manzili, vafot etgan shaxslar bo'yicha ma'lumotlar, nogironlik muddati, ishonchnoma asosida pensiya olayotganlar va chet elda uzoq muddat bo'lgan fuqarolar bo'yicha tekshiruvlar yanada jiddiy ko'rilishi mumkin. Bu degani hammaning pensiyasi kamaydi degani emas. Bu degani hujjatlarda muammo bor. Bank kartasi yaroqsiz, ma'lumot mos kelmayotgan, qarzdorligi mavjud yoki pensiyani olish huquqi qayta tekshiruv talab qiladigan pensionerlar birinchi navbatda qiyinchilikka duch kelishi mumkin. Men buni juda ochiq aytaman. Eng katta muammo pensiya miqdorining o'zida emas, balki pulning pensioner qo'liga o'z vaqtida yetib borishida. Odatda odamlar pensiya kamayibdi deb o'ylaydi. Aslida esa bank karta bloklangan bo'ladi. Yoki davlat pul bermayapti deydi. Aslida esa hujjatdagi familiya bir harf bilan farq qiladi. Yoki pensiyamni ushlab qolishdi deydi. Aslida sud qarori bo'yicha aliment, kredit, kommunal qarzdorlik yoki ortiqcha to'langan summa undirilayotgan bo'ladi. Asosiy qism kimlar xavotir olishi kerak va kimlar tinch bo'lishi mumkin birinchi navbatda? Bank kartasi muddati tugagan pensionerlar xavotir olishi kerak. Masalan, pensioner opa 2022 yilda karta olgan. Kartaning amal qilish muddati 17-25 deb yozilgan. U buni iyul oyida ham ishlaydi deb o'ylashi mumkin. Ammo ayrim banklarda karta oyining oxirigacha ishlaydi. Ayrim xizmatlarda esa yangilash jarayoni oldindan talab qilinadi. Agar pensiya aynan shu kartaga tushadigan bo'lsa, pul hisobga tushishi mumkin. Lekin pensioner bankomatdan yecha olmasligi, do'konda to'lay olmasligi yoki mobil ilovada cheklov chiqishi mumkin. Natijada pensioner pensiyam kelmadi deb o'ylaydi. Aslida pul kelgan, ammo karta bilan bog'liq texnik muammo bor. Ikkinchi toifa, pasport yoki ID karta ma'lumotlari o'zgargan, lekin bankda ham, pensiya organida ham yangilanmagan pensionerlar. Misol uchun, O'ltin Sekeshi yoshli aka eski biometrik pasport o'rniga ID karta olgan. Eski pasport seriyasi bank tizimida qolgan, yangi ID karta esa pensiya tizimida bor. To'lov o'tayotganda ma'lumotlar solishtiriladi va nomuvofiqlik chiqadi. Bunday holatda pensiya butunlay yo'qolmaydi. Lekin aniqlashtirish talab qilinadi. Pensioner esa bir necha kun, ba'zan undan ham ko'proq vaqt asabiylashib yuradi. Uchinchi toifa ishonchnoma orqali pensiya olayotganlar. Ko'plab oilalarda ota-onasi yura olmaydi. Farzandi ishonchnoma bilan pensiyasini olib beradi. Bu qonuniy bo'lishi mumkin, lekin ishonchnomaning muddati, notariat tasdiqlangani, modda aynan pensiya olish vakolati yozilgani juda muhim. Masalan, ishonchnomada bank hisob varag'idan pul olish deb yozilgan, lekin pensiya to'lovlarini olish aniq ko'rsatilmagan bo'lsa, ayrim hollarda bank yoki mas'ul xodim qo'shimcha tasdiq so'rashi mumkin.
yoki ishonchli muddati 1 yil bo'lgan, lekin oila buni unutgan. 21 yildan keyin nazorat kuchaysa, mana shunday hujjatlar qayta ko'riladi. 4-toifa. Nogironlik pensiyasi yoki nafaqasi oluvchilar. Bu yerda eng nozik masala nogironlik muddati. Ba'zi fuqarolarda nogironlik muddatsiz belgilanadi. Ba'zilarida esa ma'lum muddatga beriladi. Agar qayta tibbiy ko'rikdan o'tish sanasi kelgan bo'lsa, lekin fuqaro bo'lmagan bo'lsa, to'lov vaqtincha to'xtashi yoki qayta hisob-kitob qilinishi mumkin. Masalan, 2 guruh nogironlik bo'yicha nafaqa olayotgan fuqaroning hujjatida muddat 10 iyulgacha bo'lgan. U esa oldin ham uzayib ketaverardi deb o'ylagan. 15 iyuldan keyin tizim buni ko'rsa, avtomatik ravishda aniqlashtirishga tushirishi mumkin. Bu holatda aybdor qidirishdan ko'ra darhol tibbiy mehnat ekspert komissiyasi yoki tegishli tibbiy muassasa bilan bog'lanish kerak. 5-toifa pensiyasidan ushlab qolish bo'lishi mumkin bo'lgan pensionerlar. Bu juda ko'p odamni ranjitadigan mavzu. Odam men butun umr ishlaganman, endi pensiyamga tegishmasin deydi. Lekin qonunda ayrim majburiy undirishlar bo'lishi mumkin. Sud qarori bilan qarzdorlik, aliment, bank krediti bo'yicha ijro hujjati ortiqcha to'langan pensiya summasi. Masalan, bir pensionerga bir necha oy davomida noto'g'ri hisob-kitob sababli oyga 200 ming so'mdan ortiqcha to'langan. Keyin bu aniqlansa, jami 1.200.000 so'm ortiqcha to'lov chiqadi. Tashkilot bu pulni bir yo'la emas, ma'lum foizlarda ushlab qolishi mumkin. Pensioner esa oy oxirida odatdagi 2.800.000 so'm o'rniga 2.500.000 so'm tushganini ko'rib, pensiyam kamaydi deb o'ylaydi. Aslida bu ushlab qolish bo'lishi mumkin. 6-toifa chet elda bo'lgan yoki uzoq vaqt yashash joyida bo'lmagan pensionerlar. Ayrim hollarda pensioner farzandlari yoniga bir necha oyga boshqa davlatga ketadi. Bu o'z-o'zidan pensiya huquqini bekor qilmaydi. Lekin yashash, ro'yxat, bank kartadan foydalanish, ishonchnoma, tiriklik fakti, hujjatlarning amal qilish muddati kabi masalalar paydo bo'ladi. Ayniqsa pensiyaning kartasidan boshqa odamlar muntazam pul yechayotgan bo'lsa, bank xavfsizlik tizimi buni shubhali operatsiya deb belgilashi mumkin. Kimlar tinch bo'lishi mumkin? Agar sizning ID kartangiz yoki pasportingiz amal qilayotgan bo'lsa, bank kartangiz muddati o'tmagan bo'lsa, pensiya oluvchi sifatida ma'lumotlaringiz to'g'ri bo'lsa, qarzdorlik bo'yicha sud ijro hujjati bo'lmasa, nogironlik bo'yicha muddati tugamagan bo'lsa va pensiyani o'zingiz qonuniy tartibda olayotgan bo'lsangiz, katta xavotirga o'rin yo'q, lekin baribir tekshirib qo'yish zarar qilmaydi. Chunki muammo ko'pincha odam kutmagan joydan chiqadi. Birinchi misol. Toshkent viloyatida yashovchi 72 yoshli pensioner onaxon har oy pensiyasini kartadan yechib oladi. Iyul oyida pul kelgan, lekin bankomat operatsiya bajarilmadi deb chiqargan. Onaxon darhol pensiyam to'xtabdi deb o'ylagan. Farzand banka borsa, karta muddati tugagani ma'lum bo'lgan. Pul hisobda turibdi, faqat yangi karta chiqarish kerak. Bu yerda noxushlik shundaki, onaxon dori sotib olishi kerak bo'lgan, lekin 2-3 kun kechikkan. Demak, karta muddatini oldindan tekshirish juda muhim. Ikkinchi misol. Samarqandda yashovchi pensioner aka yaqinda ID karta olgan. Bankdagi ma'lumot eski pasport bo'yicha, pensiya tizimidagi ma'lumot yangi ID bo'yicha. To'lov kelganda tizimda moslik bo'yicha savol paydo bo'lgan. Pensioner bankka boradi, bank pensiya bo'limiga yuboradi, pensiya bo'limi bankka yuboradi. Aslida yechim oddiy. Yangi ID karta nusxasi, bank hisob varag'i ma'lumotlari va ariza bilan ma'lumotlarni yangilash kerak. Ammo pensioner buni bilmagani uchun 3 kun sarson bo'ladi. 3-misol. Andijonda bir fuqaro otasining pensiyasini ishonchnoma bilan olib kelgan. Ishonchnoma muddati 12 iyulda tugagan, o'zi buni payqamagan. 25 iyuldan keyin bank pul berishni rad qilgan. Farzand nega oldin berardi deb norozilik bildirgan, lekin hujjat muddati tugagan bo'lsa, xodim ham tavakkal qila olmaydi. Yechim: notariusga borib yangi ishonchnoma rasmiylashtirish, agar pensioner yura olmasa, notariusni uyga chaqirish imkoniyatini so'rash. 4-misol. Qashqadaryoda nogironlik nafaqasi oluvchi fuqaro qayta ko'rik muddatini o'tkazib yuborgan. U hech kim menga aytmadi deydi. Ammo hujjatdagi muddatga e'tibor berish kerak. To'lov vaqtincha to'xtaganda odam darrov puldan qiynaladi. Bunday holatda hujjatni tiklash mumkin, lekin vaqt ketadi. Shuning uchun nogironlik hujjatlaridagi sanalarni alohida daftarga yozib qo'yish kerak. Eng birinchi nozik jihat, pensiya kechikishi har doim pensiya bekor bo'ldi degani emas.
Ba'zan texnik kechikish, banklararo o'tkazma, bayram yoki dam olish kunlari karta bloklanishi hisob varaqdagi cheklovlar sabab bo'ladi. Shuning uchun birinchi kuni vahima qilish kerak emas, lekin befarq ham bo'lish mumkin emas. Agar odatda 10 sana tushadigan pul 15 sana ham tushmasa, darhol sababini so'rash kerak. Ikkinchi nozik jihat, SMS xabarlarga aldanmang. Aynan pensionerlar firibgarlar uchun eng oson nishonlardan biri bo'lib qolmoqda. 15 yildan pensiyangiz bloklanadi. Tasdiqlash uchun kodni ayting. Kartangiz yangilanadi. Raqamni yuboring. Pensiyangiz oshirildi. Havolaga kiring degan xabarlar kelishi mumkin. Men ekspert sifatida qat'iy aytaman. Hech qachon telefon orqali SMS kod, karta raqami, amal qilish muddati, pin kod, pasport ma'lumotlarini begona odamga aytmang. Bank ham, pensiya organi ham sizdan pin kod so'ramaydi. Agar kimdir shunday so'rasa, bu deyarli aniq firibgar. Uchinchi nozik jihat. Farzandlar ota-onasining kartasidan foydalanayotganda ehtiyot bo'lish kerak. Amalda ko'p oilalarda ota kartani o'g'liga beradi. Ona kartani qiziga beradi. Ular do'konda to'laydi, bankomatdan yechadi. Bu oilaviy ishonch masalasi bo'lishi mumkin, lekin huquqiy tomondan karta egasi boshqa shaxs. Agar keyinchalik nizo chiqsa, masalan, aka-uka o'rtasida otamning pensiyasini kim oldi degan savol paydo bo'lsa, bank operatsiyalari dalil bo'lib qoladi. Shuning uchun pensionerning pulini ishlatishda shaffoflik bo'lishi kerak. Eng yaxshi yo'l pensionerning roziligi. Zarur bo'lsa ishonchnoma, xarajatlarni yozib borish. 4-chi nozik jihat, ortiqcha to'lov aniqlansa, men bilmaganman degan gap har doim ham majburiyatdan ozod qilmaydi. Agar pensionerga noto'g'ri hisob-kitob bilan ortiqcha pul to'langan bo'lsa, keyin bu summa qaytarilishi talab qilinishi mumkin. Albatta, har bir holatda sabab muhim. Xato tashkilot tomonidan bo'lganmi? Fuqaro noto'g'ri ma'lumot berganmi? Hujjatni yashirganmi? Lekin amalda pensionerlar ko'pincha bu jarayonni tushunmaydi. Masalan, ishlayotgan pensioner ish joyi haqida ma'lumot berishi kerak bo'lgan holatda bermagan bo'lsa yoki daromad holati o'zgargan bo'lsa, ayrim nafaqa turlarida qayta hisob-kitob chiqishi mumkin. 5-chi nozik jihat. Pensiya miqdori bilan karta hisobiga tushgan summa farq qilishi mumkin. Sababi bank komissiyasi ijro hujjati bo'yicha ushlab qolish, oldingi qarzdorlik, noto'g'ri tushgan summani qaytarish, aliment yoki boshqa majburiyat bo'lishi mumkin. Shuning uchun menga 3 million belgilangan, lekin 2 million 7 ming tushdi degan holatda darhol yozma ma'lumot talab qilish kerak. Og'zaki shunaqa bo'ldi degan javob bilan cheklanib qolmang. 6-chi nozik jihat. Yashash manzilini o'zgartirgan pensionerlar. Agar siz boshqa tumanga ko'chgan bo'lsangiz, lekin pensiya hujjatlaringiz eski tumanda qolgan bo'lsa, to'lov tartibida chalkashlik bo'lishi mumkin. Ayniqsa, naqd pensiya oluvchilar uchun bu juda muhim. Karta orqali olayotganlarda ham manzil, telefon raqam, bank filiali ma'lumotlari yangilanishi kerak bo'lishi mumkin. 7-chi nozik jihat. Vafot etgan pensionerning kartasidan pul yechish. Bu juda og'ir, lekin aytishim shart bo'lgan mavzu. Ba'zi oilalarda pensioner vafot etgandan keyin ham kartaga pul tushib qolsa, yaqinlari uni yechib oladi. Keyin bu ortiqcha to'lov sifatida qaytarilishi talab qilinadi. Hatto huquqiy muammo ham tug'ilishi mumkin. Shuning uchun pensioner vafot etgan taqdirda tegishli organlarga o'z vaqtida xabar berish, bankka murojaat qilish va ortiqcha tushgan pulni ishlatmaslik kerak. Endi eng muhim qismga o'tamiz. Men sizga qadam-baqadam nima qilish kerakligini aytaman. Birinchi qadam, bank kartangizni tekshiring. Kartaning old tomonida amal qilish muddati yozilgan bo'ladi. Masalan, 1725, 1826 kabi. Agar muddati yaqinlashgan bo'lsa, bank oldindan boring. O'zingiz borolmasangiz, bankning ishonch telefoniga qo'ng'iroq qiling. Yaqin filialdan yangi karta chiqarish tartibini so'rang. Ba'zi banklar kartani qayta chiqarish uchun pasport yoki ID karta, eski karta, telefon raqam talab qiladi. Agar pensioner yura olmasa, bankdan masofaviy xizmat yoki vakil orqali rasmiylashtirish imkoniyatini so'rash kerak. Ikkinchi qadam, shaxsiy hujjatlarni solishtiring. Pasport, ID karta, pensiya guvohnomasi, bankdagi ism, familiya bir xil yozilganmi? Tug'ilgan sana to'g'rimi? JSSH raqami to'g'rimi? Familiyada bitta harf farqi yo'qmi? Shularni tekshiring. Masalan, Gulchehra va Gulchehra kabi farqlar ba'zan texnik muammo tug'diradi. Agar farq topsangiz, bankka va pensiya bo'limiga boring. Ma'lumotlarni yangilash uchun ariza yozing. 3-qadam, pensiya bo'limidan yozma ma'lumot oling.
Agar pensiya kamaygan, kechikkan yoki to'xtagan bo'lsa, faqat telefon orqali so'rab qo'ymang. Tuman yoki shahar pensiya bo'limiga murojaat qiling. Arizada shunday yozish mumkin: menga tayinlangan pensiya miqdori oxirgi oyda to'langan summa ushlab qolingan mablag' bo'lsa, uning sababi va huquqiy asosi haqida yozma ma'lumot berishingizni so'rayman. Yozma javob bo'lsa, keyin nizo bo'lsa dalil bo'ladi. 4-qadam qarzdorlik bo'yicha tekshiring. Agar pensiyadan pul ushlab qolingan bo'lsa, Majburiy ijro byurosi bank yoki sud hujjati bo'lishi mumkin. Sizdan nima uchun ushlanganini aniq so'rang. Kredit bor ekan degan umumiy gap yetarli emas. Qaysi bank, qaysi shartnoma, qaysi sud qarori, qancha summa, oyga qancha ushlab qolinadi, bularni biling. Agar siz qarorga rozi bo'lmasangiz, belgilangan tartibda e'tiroz berish yoki sudga murojaat qilish mumkin. 5-qadam nogironlik yoki imtiyoz hujjatlarini tekshiring. Agar siz yoki yaqinlaringiz nogironlik pensiyasi, parvarish puli, boquvchisini yo'qotganlik nafaqasi yoki boshqa turdagi to'lov olayotgan bo'lsa, hujjat muddati tugamaganini ko'ring. Qayta ko'rik sanasini kalendarga yozing. Telefoningizga eslatma qo'ying. Farzandingizga ham ayting. Chunki bitta sanani o'tkazib yuborish butun oy uchun muammo keltirib chiqarishi mumkin. 6-qadam telefon raqamini yangilang. Ko'p pensionerlarning bankka ulangan telefoni farzandida bo'ladi yoki eski raqam ishlamaydi. Natijada SMS kelmaydi, operatsiya tasdiqlanmaydi. Karta blokini yechish qiyinlashadi. Bankka borib amaldagi telefon raqamini bog'lang. Lekin begona odamning raqamini ulamang. Agar farzandingiz yordam bersa ham ishonchli odam bo'lsin. 7-qadam firibgarlardan himoyalaning. Agar sizga kimdir qo'ng'iroq qilib, pensiyangiz to'xtamasligi uchun kod ayting desa, darhol telefonni qo'ying. Agar havolaga kiring desa, kirmang. Agar men bank xodimiman desa, uning gapiga ishonib shaxsiy ma'lumot bermang. O'zingiz bankning rasmiy raqamiga qo'ng'iroq qiling yoki filialga boring. Yaqinlaringizga ham ayting, pensionerlarning telefonini tekshirib turing. Shubhali SMSlarni o'chirib tashlang, begona ilovalarni o'rnatmang. 8-qadam hujjatlar papkasini tayyorlang. Pensionerda alohida papka bo'lsin. Ichida ID karta nusxasi, pensiya guvohnomasi nusxasi, bank kartasi shartnomasi yoki hisob varaq ma'lumotlari, ishonchnoma bo'lsa nusxasi, nogironlik hujjatlari, tibbiy xulosalar, arizalar nusxasi, pensiya miqdori bo'yicha ma'lumotlar tursin. Ko'p odamlar muammo chiqqanda hujjat qidirib 2 kun yo'qotadi. Oldindan tayyor bo'lsa ish ancha tez bitadi. 9-qadam. Agar pul tushmasi tekshiruv tartibini biling. Avval bank ilovasi yoki bankomat orqali hisobni tekshiring. Keyin bankka qo'ng'iroq qiling. Pul kelganmi, karta bloklanganmi, hisobda cheklov bormi? Agar bank pul kelmagan desa, pensiya bo'limiga boring. Agar pensiya bo'limi o'tkazilgan desa, bankdan yozma izoh so'rang. 2 tashkilot bir-biriga yuborsa, yozma murojaat qiling. Yozma murojaatga javob berish majburiy bo'ladi. 10-qadam. Farzandlar ota-onasiga yordam bersin, lekin pulni nazoratsiz qoldirmasin. Men ko'p holatlarda ko'rganman. Pensionerning kartasi nabirada SMS keladigan telefon boshqa odamda, pensioner esa o'z pulidan bexabar. Bu noto'g'ri. Pensionerning puli avvalo pensionerning ehtiyoji uchun oziq-ovqat, dori-darmon, kommunal to'lov, kiyim-kechak, davolanish. Farzand yordam berish kerak, lekin pensiyani o'zining daromadi sifatida ko'rmaslik kerak. Siz ariza yozishda murakkab iboralar ishlatishingiz shart emas. Oddiy qilib yozing. Men falonchi, pasport yoki ID raqamim falon, menga tayinlangan pensiya bo'yicha iyul oyida odatdagidan kam summa tushdi. Ushbu kamayish sababi. Ushlab qolingan mablag' miqdori, ushlab qolishning huquqiy asosi, qaysi tashkilot yoki hujjat asosida amalga oshirilgan haqida yozma ma'lumot berishingizni so'rayman. Ariza oxiriga sana telefon raqam va imzo qo'ying. Bir nusxasini topshiring, ikkinchi nusxasiga qabul qilinganligi haqida belgi qo'ydiring. Agar elektron murojaat qilsangiz, murojaat raqamini saqlab qo'ying. Agar karta bloklangan bo'lsa, bankka shunday murojaat qiling. Mening pensiya mablag'im tushadigan, bank kartam bo'yicha operatsiyalar cheklangan. Cheklov sababi, uni bartaraf etish tartibi va talab qilinadigan hujjatlar haqida ma'lumot berishingizni so'rayman. Bankdan aniq javob talab qiling. Tizimda muammo degan gap bilan ketib qolmang. Demak, 15 yildan keyingi eng yomon xabar shuki, hujjatlarda xatolik bor, kartasi muddati tugagan, ishonchnomasi eskirgan. Nogironlik muddati o'tgan, qarzdorligi bo'yicha
ijro hujjati bor yoki ma'lumotlari bazalarida mos kelmaydigan pensionerlar pensiyasini olishda jiddiy noqulaylikka duch kelishi mumkin. Lekin yaxshi tomoni ham bor. Bularning ko'pini oldindan tekshirib, muammoni katta janjalga aylantirmasdan hal qilish mumkin. Men sizga maslahat beraman. Bugunoq kartani tekshiring, hujjatlarni ko'ring. Pensiya bo'limi va bankdagi ma'lumotlar mosligini aniqlang. Firibgarlarga ishonmang. Har qanday kamayish yoki ushlab qolish bo'yicha yozma izoh talab qiling. Pensionerning puli bu shunchaki raqam emas, bu uning dori darmoni, noni. Kommunal to'lovi, tinchligi va qadr qimmati. Agar sizda ham pensiya kechikishi, karta bloklanishi, kamayish yoki ushlab qolish bilan bog'liq holat bo'lgan bo'lsa, izohlarda yozib qoldiring. Qaysi viloyat, qaysi muammo, qanday hal bo'lganini yozsangiz, boshqalarga ham foyda bo'ladi. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu ma'lumotni ota-onangiz, bobo-buvingiz, pensioner qo'shnilaringizga yuboring. Chunki bir odam bu videoni vaqtida ko'rsa, ehtimol o'z pensiyasini kechikishsiz asabiylashmasdan olib qoladi.